Hozir shunaqangi bir davr keldiki, hamma stressda. Hozir shunaqangi davr keldiki, hamma kasal. Lekin faqat tana bilan shug'ullanish yetmaydi. U vaqtinchalik bo'lishi mumkin. Albatta, insonni asab tizimini, ruhiy holatini albatta to'g'irlash kerak. Albatta bunga ham e'tibor qilish kerak. E'tibor qilmasa natija bo'lmaydi. Har bir kasallikning ildizi o'zi aslida insonni ruhiyatida joylashgan bo'ladi. Ya'ni insonda psixologik stress, keyin energetik buzilish bo'ladi, funksional buzilish deyiladi, keyin organizmni tanasida o'zgarish. Birinchisi bioximik o'zgarish, undan keyin organik o'zgarish bo'ladi. Tanadagi bo'ladigan o'zgarish bu kasallikning yuzaga chiqqan bosqichi. Undan oldin bo'ladigan bosqich bor. Energetik buzilish bosqichi bo'ladi. Buni meditsina aniqlamaydi. Misol uchun inson yuragim og'riyapti deydi, borib turib ikkiga qilsa, ikkida hech narsa yo'q. Lekin yuragi bezovta bo'ladi. Unda energetik buzilish bo'lgan bo'ladi. Ya'ni organik buzilish davri hali kelgani yo'q. Lekin energetik buzilishga nima olib keladi? Energetik buzilishga albatta insonning kayfiyati, ruhiyati.